shoir Nasrulla Ergashning Xo'sh erk turkulari to'plami turibdi. Endi Nasrullohni men bu to'plamdan oldin ham eskidan yaxshi taniyman. Bu bizga o'sha umidli shoirlardan biri edi, lekin bu to'plam she'ri mening nazarimda Nasrullohning ijodida yangi bir ko'tarilish bo'ldi o'ylayman. Mana masalan, gapim quruq bo'lmasligi uchun yozmoq uchun vatan haqida degan she'r, kichkina she'r, lekin odatda kichkina maydonda katta gap aytish ham bu shoirning iste'dodidan darak beradi. Mana ozroq tuproq, ozroq suv, havo, ozroq quyosh kerak odamga. Yozmoq uchun vatanni, ammo ulkan ko'z yosh kerak odamga. Tasavvur qiling, ulkan ko'z yosh. Bu kichik gap emas. Chunki u xursandchilik bilan hech qachon dunyo o'zgarmagan, faqat xursandchilik bilan. Dunyo o'zgarmagan, dunyo oldinga ketmagan. Chunki ko'z yosh degani bu insonning butun ichki olami, dunyoga kelgandan o'zini maqsadi va oxir oqibatda boyagi Allohga nisbatan o'ziga xos muhabbati ham ko'z yoshda ifodalanadi. Davom etamiz. Qayg'u kerak ulkan dard, ozroq tirgak kerak odamga. Yozmoq bo'lsa vatan haqida, ulkan yurak kerak odam. Qarang, bu she'r, bu gaplar, bu nima deydi, oddiy, shunchaki oddiy she'r emas, balki o'ziga xos bir badiiy darajaga chiqqan, qandaydir bir badiiy yuksaklikni egallagan she'r deyish mumkin. Shuning uchun ham Nasrullohni hozir biz yosh shoir deyishga to'g'ri emas. Nasrulloh allaqachon o'zi boyagi to'lishgan, yangi bir maydonga chiqqan hozirgi umidli shoirlarimizdan biri deb o'ylayman. Shuning uchun bu kitobni agar o'qisanglar, men nazarimda bunday yaxshi, ulkan, badiiy jihatdan yuksak she'rlar bu yerda juda ko'p. Shuning uchun bu narsa bizni adabiyotimizni, xususan she'riyatimizni kelajagi porloqligidan dalolat beradi.